ko'pchilik alohida bor bolasi bor onajonga oson deb o'ylaydi yoki unga logoped defektolog yurish go'yoki ko'chaga chiqish uchun bir bahonaday deb qarashadi. Bilasizmi, shu o'rinda shu onaga ayblov yoki atrofdagilar gapiradiganlarga bitta gapim borda. Shu bolajonlar uchun, shu bolajonlar bilan bir kungina yashab ko'ring. Bir kungina 3 soatgina onaga yengillik qilib shu bolaga qarab turing. Shu ona 3 soatgina to'yib uxlasin, xotirjam. Bolam bir joyini kesib olmadi, biron joydan sakrab tushmadi, ukasiga bir narsa qilib qo'ymadi, ko'chaga chiqib ketmadi, mashina urib ketmadi deb uxlashiga hatto sharoit yarating. Shuning uchun azizlarim, yoningizdagi insonni absurdat qilishdan oldin uni kiyib yurgan kovushini kiyingda bir ko'chani aylanib keling. Uni hayotida bir yashab ko'ring. Agar unga oson bo'lsa, keyin absurdat qiling.